Zamon xabarlari. Xitoy Eronga sirli samolyotlar jo'natdi. Har bir uchoq Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston ustidan uchib o'tib, Eronga yaqinlashganda radarlardan yo'qolgan. Bu haqda Britaniyaning The Telegraph gazetasi xabar berdi. Havo kemalari 14-16 iyun kuni uchib o'tgan. Bundan tashqari, parvoz rejasida oxirgi manzil sifatida Lyuksemburg ko'rsatilgan bo'lsa-da, amalda samolyot Yevropa havo hududiga yaqinlashmagan bo'lishi ehtimoli bor. Parvozlarni Boeing 747 yuk samolyotlari amalga oshirgan. Aviatsiya ekspertlarining ma'lumotlariga ko'ra, bu turdagi samolyotlar odatda harbiy texnika va qurol-yarog'larni tashish uchun mo'ljallangan va qo'llaniladi. Hozirgi Eron rejimining qulashi jiddiy zarba bo'lib, Yaqin Sharqda katta beqarorlikni keltirib chiqaradi. Bu esa Pekinning iqtisodiy va energetika manfaatlariga putur yetkazadi, deydi Xitoyning Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika bilan munosabatlari ixtisoslashgan Angliyaning Exeter universiteti o'qituvchisi Andrey Gizelli. Bu ma'lumotlar Daryo.uz saytidan olindi. Sizlarni bu yangiliklardan bahxabar qilgan jurnalist Sevinch Zafar qizi.